Bismillahirrohmanirrohim. Biz bugundan mana shu Al-Manhaj kitobini birdan hammasini birgacha sharhlab, tushuntirib, mashqlargacha qilish niyatida boshladik. Bunisi bir kitob, arabchasida Al-Mubtadi'ul Awwal. Al-Mubtadi degani boshlang'ich degani, boshlang'ich birinchi daraja. Boshlang'ichning birinchi darajasi, ya'ni A1da arabchasi. Al-Manhajul Alamiy, xalqaro uslub desak bo'ladi. Al-Manhaj sifatlanmish bo'lyapti. Kitobning nomi. o'zi asli al-manhajul alamiy, zamonaviy uslub, manhaj, uslub desak bo'ladi. Nima borasida? Silsilatun fi ta'limil lughatil arabiyyati lin-notiqina bighayriha. Xo'p, endi orqadan tarjima qiladigan bo'lsak, bighayriha ha bu arab tilini bildiryapti. Ya'ni arab tilidan boshqa tilda, ya'ni arab tilida gaplashmaydiganlar, notiqun degani nutq qilmoq. Ya'ni arab tilida so'zlashmaydiganlar uchun arab tilini o'rgatishda, ta'limni o'rganishda deb qo'yishadi ko'pchilik adashib, o'rgatishda. Chunki bu allama fe'lining masdari bu yerda ta'lim, o'rgatishdagi silsila, ya'ni ketma-ket darajaviy kitob degani. Darajama-daraja kitob. Bu endi to'liq nomi. Qisqacha biz manhaj deb qo'yadi ko'pchilik. Manhajul alim, xalqaro uslub. Bu kitob Turkiyada chiqqan. Arablar asosan bir necha guruh mana i'dad tayyorlovchilar, mana Sufi Fathi, Kamalil Ali, Saad, Abdulloh degan 3 ta mualliflarni yozib beribdi. Bu kitob hali yuqorida aytganimizdek Turkiyada chiqqan, asosan arablar yozgan juda ham mashhur kitob. Boshida endi kirish nimalari bor, bularni ko'rib o'rganib chiqsak bo'ladi. Bu yerda nashriyot haqidagi nimalar, mana Fevzi Pasha, Istanbul, mana Istanbulda nashr qilingan kitob. Birinchi bo'limda o'zi 12 ta bo'lim ekan. Biz birinchi bo'limdan o'tib boshlab ketsak bo'laveradi inshaalloh. Bismillah. Al-Wahdatul Ula, birinchi bo'lim. Wahdatun bo'lim, qism desak bo'ladi. Bu muannasda bo'lgani uchun ula deyapti. Agar muzakkari bo'lsa bilamiz avvali bo'ladi. Endi bu A1 daraja bo'lgani uchun batafsilroq sharhlab ketishga harakat qilamiz. O'quvchilar endi A1 kitob o'qigandan keyin darajasi yuqorilarda endi tezroq o'tsak ham bo'ladi. At-tahiyyatu va ta'aruf. At-tahiyyat bu salomlashish degani, salomlashish va tanishish. Bo'limning nomi shunaqa ekan. Odatda har bir bo'limning boshida al-mufradat, birliklar degani, o'zi mufrad degani bitta yagona so'z. Odatda bu bilamiz so'zlardan, gaplar so'zlardan tashkil topadi. Har bir so'zni yakka-yakka bersa, mana shuni bizda lug'at beribdi deydi-ku, o'zi aslida lug'at bu arab tilida til ma'nosida keladi. Bitta yakka so'zlar, ya'ni gap shaklida emas demoqchi. Mufradunning ko'pligi mufradat bo'lyapti. Marhaban degani salom bilamiz. Tolibatun talaba qiz, muallimatun o'qituvchi ayol, mudirun adaro fe'lidan kelib chiqqan, o'zi aslida ular mayli endi chuqur kirmaymiz. Direktor, boshliq degani. Hop, boshqaruvchida endi bu direktor. Madrasatun maktab. Hop, jami'atun universitet, madinatun shahar, a'malu ishlayman, tabibun shifokor, sodiqun do'st. Hop, endi pastida har doim at-tarokibu degan iboralar degan nima keladi? Iboralar keladi. Birligi tarkibun bo'ladi. Rakkaba fe'lining masdari tarkib bo'ladi. Tarkibining ko'pligi tarokibu bo'ladi mana. Iboralar ya'ni qo'shimcha so'z birikmalari shunaqalar. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz deydi, aytamiz. Bi xoyrin, yaxshi. Yaxshimisiz, ahvoling qanday desa bi xoyrin deymiz. O'zi xoyrun so'ziga bi bilan kelib yaxshilik bilanman, yaxshilikdaman degan ma'noda endi lug'aviy ma'nosi bu xoyrin deb qo'ya qolamiz. Saidun bi liqoika. Laqiya degan fe'l uchratmoq, liqoun uchrashuv, seni uchratganim bilan xursandman degani o'zi lug'aviy ma'nosi. Sizni tanishganimdan xursandman deymiz odatda shu. Ma'assalama. Xayr degani, lekin o'zi aslida lug'aviy ma'nosi salamatun nima? Tinchlik, omonlik, tinchlik, omonlik bilan degani aslida. Ma'a. Lekin ya'ni tinchlik, omonlik bilan yaxshilikda ko'rishguncha deymiz, xuddi shunday ma'no. Ya'ni xayr deb qo'ysak bo'ladi qisqacha. Bu kelib chiqish lug'aviy ma'nosini aytdik. Kayfa haluka? Ahvoling qanday? Ayol kishi bo'lsa kayfa haluki bo'lib ketaveradi. Ilal liqoi, uchrashuvgacha, ya'ni ko'rishguncha degani. Xayr bu ham, ya'ni ko'rishguncha degani ekan. Ilal liqo desangiz ham mayli, ma'assalama desangiz ham bo'ladi. Ba'zilar assalomu alaykum ham deb xayrlashadi. Hop.
keyingi betga o'tamiz. Odatda mana kalimatun idofiyya degani qo'shimcha degani idofiyya. Qo'shimcha so'zlar yo'q ekan odatda. Hop, endi nima boshiga Saidun bi liqoika. Sizni uchratganimdan xursandman degan suhbatning, dialogning sarlavhasi ekan. Al qiroatu val fahm. O'qish va tushunish. Zaidun odam Zaid bilan Mahmud gaplashyaptilar. Sabahul xoyr. Xayrli tong Mahmud. Sabahun nur. Nurli tong deymiz-ku, endi arab tilida bu javob shuna bo'lar ekan. Xayrli tong deb ko'rsak ham bo'ladi o'zbek. Zaidun. Kayfa haluka? Ahvoling qanday? Bi xayrin valhamdulillah va anta? Yaxshiman, Allohga shukr. Senchi? Zaid aytyapti. Bi xayrin valhamdulillah. Men ham yaxshiman, Allohga shukr deyapti. Masmuka isming nima? Ismi Zaid, mening ismim Zaid va anta senchi? Ismi Mahmud, mening ismim Mahmud. O'z lug'aviy ma'nosi maqtalgan degani hamida yahmadu deymiz, o'sha maqtalgan endi lug'aviy ma'nosi. Minayna anta ya Mahmudu? Ey Mahmud, sen qayerdansan? Ana minal Urdun. Minal Urduni bo'ladi kasra bilan. To'xtaganimizda Urdun. Men Urdun, ya'ni Iordaniyadanman. Min madinati Amman. Amman shahridan deyapti. Poytaxti Ammon bo'ladi, Amman shahri. Va ana minal Imarot. Men esa amirliklardanman, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari bor-ku, o'sha amirliklardanman. Min madinati Dubay, mana Dubay shahridanman. 7 ta amirlikdan bittasi. Tijorat, savdo markazi. Hop, man haza? Kim bu? Hada sadiqi Yasir. Bu do'stim Yosir. Huwa min Misr. U Misrdan. Misru bo'lishi kerak edi, g'oyri munsarif. Min kelgani uchun kasra olmaydi, min Misro bo'lib ketgan. Men Misrdanman. U Misrdan. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Ahlan bik. Buni javobi ahlan bik degani xush ko'rdik degani. Biz o'zbek tilida shunaqa desak bo'ladi. Bu ko'plikda ham ishlataveradi. Masalan, ko'pchilik agar shunaqa ahlan va sahlan xush kelibsizlar degan ma'noda aytsa, siz xush ko'rdik degan ko'pchilikka nima deb javob berasiz? Ahlan bikum deb javob berasiz. Ayollar bo'lsa faqat masalan ahlan bikunna. Ayol kishi bo'lsa bitta ahlan biki deb ketaveramiz. Tushunarli? Hop, Mahmud. Saidun bi liqoika. Sizni uchratganimdan xursandman. Va ana aydon, men ham. Ma'assalama, xayr, ila liqo. Ko'rishguncha deyapti yoki xayr deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bu 10-sahifa ekan. Hop, keyingisi avvalan ya'ni birinchi mashq degani ixtaril javoba sohiha. To'g'ri javobni tanlang. Ixtar fe'li buyruq shaklida turibdi bu yerda. O'zi sukun edi, lekin al bilan kelgani uchun kasra bo'lib ketyapti. O'zi u fe'l ixtaro, yaxtaru, ixtiyarun degani, tanlamoq degani. Ixtiyor o'zingda deymiz-ku, tanlov o'zingda. Ayol kishiga bo'lsa ixtari. Bularga mayli batafsil keyinroq kirishamiz. To'g'ri javobni tanlang. Tahaddasa Zaidun ma'a Mahmudin fi qayerda gaplashdi? Fi sabahmi? Qaysi payt gaplashdi? Fi sabahmi, fi zuhurmi, fil masami? Fi sabah ertalab xayrli tong dedi-ku, demak sabahni belgilaymiz. Zaidun min Zaid qayerdan edi? Hozir esdan chiqib qoldi. Zaidni mana ko'rib olamiz. Zaid aytdiki, ismi Zaid va anta. Hop. Meni ismim Zaid, sen qayerdansan dedi. Mahmud aytdi. Mahmud demak Iordaniyadan, Zaid Emiratlik ekan. Zaid amirliklar. Keyin yana o'rtog'i ham bor edimi? Ha, Yosir degan o'rtog'i bor. U Misrdan. Yosir Misrdan, Zaid Emiratdan, Mahmud Iordaniyadan ekan demak. Hop, yaxshi. Mana aytyapti Zaid demak minal Imarot deb birinchisini belgilaymiz. Keyingisi yaskunu Zaidun fi madinati Dubay. Dubay shahrida yashaydi. Mana Emirat Dubayda. Keyin Mahmudun min madinati Mahmud bo'lsa min Dubay, min Amman, Ammandanida mana bu ikkinchidagi Iordaniyani Amman poytaxtida dedik. Sodiqu Zaidin, Zaidning do'sti min Misr dedik. Mana Misro, Misrdan edi. Endi minal Urdun kim Iordaniyadan? Mahmud deymiz. Mana Mahmud Iordaniyadan edi. Zaid Emiratdan, yuqorida aytdik. Mahmud Iordaniyadan, Amman shahrida yashaydi. Zaid Dubayda yashardi. Yasir o'rtog'i Misrda yashardi. Birinchi mashq tugadi mana. Ikkinchisi, thaniyan akmilil farog'a bil javobil munasib. Akmil fe'li ham akmala fe'lining buyruq shakli. Akmala to'ldirmoq degani, komil qilmoq, to'ldirmoq. Hop, al-farogh bu bo'sh joy degani. Bo'sh joyni to'g'ri javob, munosib javob bilan vositasida yoki bilan to'ldiring deyapti ekan. Mana javobiy kasra olsa, buni sifati ham kasra olyapti. Masalan,
al-liqoiga bo'lish uchun qaysi predlog mos keladi? Ilal liqo deb o'rgandik-a mana. Xayr, ko'rishguncha birinchisi demak mana bu ila qo'yamiz.